Usta, komplektlarimiz qayerga tayyorlandi endi? Bu komplektlarimiz hozir 2 komplekt holatda tayyorlab berganmiz. 24 talik bittasi 20 talik komplektda tayyorlaganmiz. Ikkovi ham Samarqand viloyatiga tayyorladik. Birinchi navbatda manzilni tushuntirib o'tib ketamiz. Manzilimiz Andijon viloyati Oltinko'l tumanida joylashgan. Albatta seximiz o'zimiz ishlab chiqarish birinchi qo'l joyi, xudo xolasa. Kanalimiz yangi bo'lgani uchun shu kanalimizga bitta like bosib, obuna tugmasini bosib qo'yasizlar. Undan keyin shu videomiz yoqsa, kommentariyada o'z fikringizni bildirib qo'yasizlar yoki-da bironta mebel olmoqchi bo'lgan do'stinglarga samolyotchani ezib jo'natib qo'yasizlar degan umiddamiz. Endi bu komplektlarimizga kelamiz. Komplektlarimizni fasonlari kobra fasonda ishlangan, ranglari shampan svetda bo'lgan. Oldilari monika holat deyiladi. Gullari, naqshlari, spinka qismlari koreyskiy atechento material, oldilari chesterlik qilib, sidina qismiga kelamiz. Sidina qismlari turetskiy materiallar qo'yib berganmiz. 12 sm machalkalar qo'yib qilingan holatda ishlangan. Oldilari 3D holatda o'yma fasonda ishlangan. Oyoq qismlari yong'oq yog'ochimiz o'zidan o'yib chiqilgan holatda ishlangan. Holatlari ideal darajada ishlangan. Orqa qismlari xuddi shunaqangi medalyon holatda pardali qilib, chiroyli holatda ishlab berganmiz. Komplektimizni yog'ochlari 100% yong'oq, 24 kishilik. Xon taxtamizga kelamiz. Xon taxtamizni uzunligi 640 bo'lgan, eniga 120 holatda bemalol o'zini pastxon qilib ham, xon taxta qilib ham ishlatsanglar bo'laveradi. Bu komplektimiz necha metr uylarga tushadi degan savolni ham aytib o'tib ketamiz. Javobini ham bu komplektimiz 9 metr yoki-da 10 metr uylarga tushadi. Bemalol zali kattaroq aka-opalarimiz bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqsa, uyni razmeriga qarab yoki-da parda gilamlariga qarab mebelimizni material qismlarini o'zgartirishimiz iloji bor. Hozir bu komplektimiz Samarqand viloyati Kattaqo'rg'onga tayyorlangan 24 kishilik komplektimiz. Xudo xolasa chiroyli holatda tayyorlab berganmiz. Narxiga kelamiz. Narxi 13,5 millionga qilib berdik. Holati zo'r chiqqan. Bu komplektda shampan gold aralashgan sveti bo'lsa, mana bu yerda hozir xom holatda bunimizni ham zakazga tayyorlayapmiz. Xudo xolasa buni ham videosini qo'yamiz. Bu komplekt silver rang deyiladi. Ranglari hozirgi kunda yangilik bo'lib chiqdi. Oldi oyoqlari ham o'yma fasonda ishlangan. Keyin juda ko'pchilik hali nima deydi, obunachilar so'rashyapti, yong'oqligini qayerdan bilsak bo'ladi degan savolga bir yo'la javob berib o'tib ketamiz. Yong'oqligini mana xuddi shunaqangi joylarda mana qora yo'li bor, mana ponnisida qora yo'li bo'ladi. Baqateriya yog'och yengil bo'ladi. Men ko'tarib ko'rganda ham yong'oq yog'ochimiz xuddi shunaqangi og'ir holatda bo'ladi. Yong'oqligini, hamma joy yong'oqligini mana yaqindan ko'rsatib qo'ysangiz, mana yog'ochni tushunadigan akalar bo'lsa, bemalol mana ko'rishib, o'zlari ajratishib olaveradi. Keyin dastavka masalalarini so'rashyapti. Dastavkasi o'zingizlardanmi, ichidanmi deyishyapti. Yo'q, dastavkamizdan tashqari narx aytamiz. Agarda dastavkasi ichida qilib bering, ichida kelishamiz desanglar, bemalol aloqaga chiqib shunaqa dastavkasi ichida desanglar, dastavkasini qo'shib biz narxini aytib beraveramiz. O'zbekiston bo'yicha hozircha dastavka xizmatimiz bor. Keyin qo'shni Qirg'izistondan, Tojikistondan ham so'rashyapti. Qo'shni Qirg'izistonga ham, Tojikistonga ham chiqarib yetkazib beryapmiz. Kargo orqali chiqarilyapti. Endi keyingi komplektimiz kelamiz. Bu komplektimizni hozirgi kunda juda brend bo'layapti turgan, juda ko'pchilikka manzur bo'layapti turgan komplektimiz bu. Fasonlari parlament fasonda ishlangan. Yog'ochlarga keladigan bo'lsak, yog'ochlari rossiyskiy listva yog'och ishlangan. Bunimiz ham hali xizmatda yaxshimi degan obunachilarimiz uchun xizmat xudo xolasa zo'r. Asha 10 millionlik komplektimizni xizmatini bu ham qiladi. Bemalol mana xizmat qilaveradigan narsa. Chiroyli holatda ishlangan. Yog'ochi ham rossiyskiy listvak. Keyin kraskalari ham turetskiy kraskalar. Asha qimmat ishlarimizga qanaqa kraska sachsak, bunga xuddi shunaqangi kraskalar sachib chiroyli holatda qilganmiz. Bu komplektimiz 20 kishilik komplekt. Xon taxtasini razmerida farq qiladi. Bu komplektimiz xon taxtasi 5 metr bo'lgan, eniga 120 holatda pastxon qilib buni ham ishlatsanglar bo'ladi. Xon taxtamiz bunimiz ham MDF holatda, oyoq qismlarini ham to'rtta qilib qo'yib berganmiz. Shu yerlarga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Narxiga keladigan bo'lsak, o'zi asli bu narx bu komplektimiz 20 talikda 6 milliondan qilib beryapti. Endi hozirgi kunda bir skidka qilib, xudo xolasa, obunachilarimizga yordam
sifatida 5 million 800 ming so'm qilib beryapmiz. O'zimiz Andijon bo'ylab bo'lsa, shahar ichisiga dastavka qilib beryapmiz. Dastavkasi bepul bo'lyapti. Qolgan viloyatlarga dastavka mashinalar topib, upakopkalari dastavka mashinaga yetkazib berish xizmati o'zimiz bo'ynimizda bo'ladi. Xudo xolasa aloqaga chiqasizlar. Mana o'zimiz sex, ishlarimizni ham ko'rsatib berasiz. Bemalol xudo xolasa sexda bo'lib turgan, hozirgi kunda mana zakaz orqali tayyorlab turgan komplektlarimizni skelet holati, kraskasi ochilgan holati. Bizdan uzoqlashmaysizlar. Kanalimizga like bosib, obunachilar qo'shilish uchun obuna tugmasini bosib qo'yasizlar. Kommentariyada javobinglar qoldirasizlar, narxiga arziydimi yo'qmi? Bizdan uzoqlashmanglar, xayr sog' bo'linglar.